past simple o'tgan zamon. O'tgan zamon va present perfect hozirgi tugallangan zamon. Nuqta. Demak, past simple'ni mazmunini yozib o'tirmayman, chunki buni yozilgan, faqatgina gapirib o'tib ketaman. Demak, past simple o'tgan zamon. O'tgan zamonda boshlangan ish harakati o'tgan zamonda tugallangan bo'lsa, biz past simple'dan foydalanamiz. Present perfect esa present perfect hozirgi tugallangan zamon, ya'ni o'tgan zamonda boshlanib, natijasi, ya'ni ish harakatining natijasi hozirgi zamonda ko'rinib turgan bo'lsa, biz present perfectdan foydalanamiz. Ana shu narsa eslaringizda qolsin. Sababi buni past simple'da mavzusini ham yozib qo'yganman. Endi maydalashib ketgim yo'q. Present perfectdan boyagina tepada yozdim. Xo'p, davom qilamiz. Asosiy mazmunidagi farqi bu o'tgan zamon, ya'ni o'tgan zamonda boshlangan ish harakat o'tgan zamonda o'sha tugagan bo'ladi. Perfectda esa o'tgan zamonda boshlangan ish harakatining natijasi hozirgi zamonda ko'rinib turadi. Hozirgacha ko'rinib turadi. Demak, past simple'da aniq vaqt va keyingi nimasi difference farqi aniq vaqt ko'rsatiladi. Past simple'da ko'rsatiladi. Nuqta. Ya'ni past simple'da aniq vaqt ko'rsatiladi. Misol uchun I went to Tashkent. I went to Tashkent in qachon bordim Toshkentga? Noyabr, septemberda bordim. I went to Tashkent in september 2025da bordim, to'g'ri. Demak, men deyman Toshkentga 2025-yilda bordim. Ya'ni nimasini ko'rsatdim? Bu yerda vaqtini ko'rsatdim. Tushundingmi? Ya'ni men Toshkentga 2025-yilda bordim. Toshkentga yazaman. Toshkentga mana shu yilda bordim. Tildamiz. Yilda bordim. Aha. Demak, men Toshkentga qachon bordim? 2025-yilda bordim. Qilamiz. Aha. Aniq vaqt ko'rsatilsa, biz past simple'dan foydalanamiz. Lekin present perfectda esa nima yo'q? Aniq vaqt yo'q. Aniq vaqt ko'rsatilmasa. Aniq vaqt ko'rsatilmaydi deylik shuni. Ko'rsatilmaydi. Lekin ko'rsatilmaydi bo'ldi. Aniq ko'rsatilmaydi. Aniq vaqt ko'rsatilmaydi, lekin emas va ish qachon sodir bo'lgani muhim emas. Va ish qachon sodir bo'lgani muhim emas. Nuqta. Demak, aniq vaqt bizda ko'rsatilmaydi. Ya'ni perfect zamonda aniq vaqt shart emas. Qachon bo'lganligi ham nima emas? Muhim emas. Ya'ni bunda hayotiy tajriba bor. Hayotiy tajribaga tayanadi. Nuqta. Bu nimaga tayanar ekan? Hayotiy tajribaga tayanar ekan. Misol uchun, I have been to Tashkent. I have been to Tashkent. Men Toshkentga borib kelganman. Xo'p, bu yerda men Toshkentga borib kelganman dedim. Demak, I have been to Tashkent. Men Toshkentga borib kelganman. Va bu yerda hayotiy tajriba deganni yaxshilab eslab qolinglar, studentlar. Chunki hayotiy tajriba bu nima degan?
Past simple'da I went to Toshkent in 2025 dedim. Toshkentga 2025-yilda bordim dedim. Bordim, bo'ldi. 2025 уже borganman va kelganman. Bo'ldi. Yilini asosiy borib kelganim, nima qilganim umuman farqi yo'q bu past simple'da. Shunchaki vaqtini aytganman. Qachon borganligimni bu yerda aniq vaqtni ko'rsatishim kerak past simple'da. Lekin present perfectda esa unaqa emas. Men Toshkentga borib kelganman. Ya'ni hayotiy tajribaga tayanadi. Ya'ni Toshkentga borib kelganimni isboti bo'lishi kerak. Misol uchun, men hozir sizlarga vatdi deb gapirsam, haqiqatan ha, bu Toshkentga borib kelgan ekan deb o'ylaysizlar, to'g'rimi? Ya'ni tajribam bor, men Toshkentga borib kelganim. Yokida Toshkentdan nimadir olib kelsam, masalan, nima olib kelganman? Toshbaq olib kelganman men Toshkentdan. Toshkentdan toshbaq ko'tarib kelganman. O'sha narsa, masalan, Toshkentga borib kelganmisan, desaxon, конечно, Toshkentga borganman, mana toshbaqa deb ko'rsataman-da. Tushunarlimi? Ya'ni bu yerda nimadir, ya'ni isbotlab berishim kerak. Haqiqatan ham Toshkentga borib kelganimni. Gaplashimdan ham, gapirishimdan ham bilsangiz bo'ladi. Hozir vatdi desam, haqiqatan ham Toshkentga borib kelgan ekan deb o'ylaysizlar. Tushunarlimi? Ana o'sha narsada, ya'ni bu yerda past simple'da aniq vaqt ko'rsatiladi. Present perfectda esa vaqt shart emas, ko'rsatilishi shart emas. Asosiysi tajriba. Ish qachon bo'lganligi ya'ni qachon sodir bo'lganligi muhim emas. Muhimi tajriba. Xo'p. Tak. Gap haqida bo'lsa. Gap faqat ma'lum bir safarni bildiradi, tajriba sifatida emas. Demak, ya'ni bu yerda yozib qo'yaman, gap deyman, ish harakat, ya'ni ish harakat deydi. Tajriba shart emas bu yerda. Ish harakat tajribasi muhim emas. Muhimi deydi. Muhimi ma'lum bir safarni bildiradi. Ya'ni muhimi borib kelgan vaqti. Bo'ldi. Ya'ni ish harakat tajribasi muhim emas past simple'da. Sen o'tgan, ya'ni Toshkentga borib keldingmi? Ha, bo'pti deb o'tib keturishadi. Lekin present perfectda esa yo'q. Sen qani isbotlab ber, bo'ldi. Xuddi yoqaysan kimdir o'ldiraman hozir deb o'ldiraman deb tursa. Xo'p, va signal so'zlarida ham farq qiladi albatta. Signal so'zlarida yesterday, kecha, last week. O'tgan hafta, last week, last month, last day dan keyin shunday ishlatib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni bu past simple'da yozib olishlaringiz kerak bo'lgan signal so'zlar hisoblanadi. A month, buni yozganman. Mayli, yana eslaringizga tushiraylik. A month ago in 2025 yoki 2024 mi, shunaqa. Va bu yerda esa signal so'zlarni mana shu yerdan copy qilib yozib o'tirmay vaqtimiz ketib qolmasin. Qanadu? Mana. Just yet, already, today, this month, this year. Hop. Signal so'zlarda ham farq qiladi albatta. Today, this week. Tak, negative question. O'chiramiz allaqachon. Today, this week. Hop, just hozirgina, yet haligacha, already allaqachon, for davomida, since ham davomida, ever, never. Va signal so'zlari ham mana shular. Signal so'zlarda ham farq qilsak bo'ladi. Endi ikkalasi ham, ya'ni past simple ham, past perfect ham ikkalasi ham borish harakatini bildiradi, lekin maqsad va vaqt jihatidan farq qiladi. Ana eng kerakli bizga ma'lumot hisoblanadi. Ikkalasi ham deydi. Ikkalasi ham borish harakatini bildiradi. Borish kelish deylik shuni. Borish kelish harakatini bildiradi. Lekin mana shu lekinga yaxshilab e'tibor bering. Maqsad va vaqt jihatidan farq qiladi.
farq qiladi. Nuqta. Demak, ikkalasi ham borish kelish harakatini bildiradi, lekin maqsad va vaqt jihatidan farq qiladi. Aniq vaqt bo'lsa present perfect ishlatilmaydi. Mana shu pastga yozib qo'yaman. Aniq vaqt bo'lsa present perfect ishlatilmaydi. Nuqta. Demak, aniq vaqt bo'lsa biz nimani ishlatmaymiz ekan? Present perfectni ishlatmaymiz ekan. Tushundikmi? Asosiy farqi nimada bularni? Aniq vaqt bo'lsa. Tak. Mana shunday qilaylik. Aniq vaqt bo'lsa present perfect ishlatilmaydi. Ana shunday. Past simple va present perfectning bir-biridan farqi. For since'larni ham o'tdik. Been, gone, been to, gone to ham o'tdik. Hamma narsani o'tdik. Xo'p, bugungi o'tilgan mavzular sizga ma'qulmi, dear students? Bugungi o'tilgan mavzular mana shular hisoblanadi. Hozir sizlarga yana uyga vazifalarni ham tashlab qo'yaman. Sizlardan iltimos qilaman yana irregular verblarni yodlanglar. Bularni yodlamasangiz siz past simple-ni ham o'tdim demanglar, past continuousni, present perfectni ham o'tdim deb lekin og'iz ochmanglar. Xo'p, bu bo'lsa sizlarga savol beradi. Shuning uchun o'zlaringiz ixtiyoringizda va ixtiyoringizga mahkam turishlaringiz kerak. Yodlashingiz shart bu narsani. Hozirda yana sizlarga fayllarni va rekordingni tashlab beraman, dear students. Ertaga ham soat 8 da darsimiz bo'ladi. Ertaga bundan ham zo'r mavzularni o'tamiz, xudo xohlasa. Va shuning bilan ertaga yakunlasak kerak, xudo xohlasa. Ertaga yakunlaymiz tenseslarni, asosiy zamonlarni ertaga yakunlaymiz va keyin esa boshqa conditionslarga, keyin relative clauseslarga, conjunction, boshqa nimalarga, mavzularga o'tamiz. Asosiy biz o'rganadigan grammatika asosiy kerak bo'ladigan zamonlarni ertaga xudo xohlasa yakunlaymiz. Hurmatli studentlarim. Xo'p, bo'pti. Hammaga goodbye.